Akalar mana bu telefonni qaranglar. Endi yong'oq choqamiz, qaranglar. Qattiqroq uring yaxshi edi. Mana qaranglar. Ha, ikkitasidan birdan. Akalar bu telefonni ko'ryapsizlarmi? Mana ishlayapti. Ko'rsating ishlaganini. Mana kamerasi moshni. Kamera bilan suvga mana qaranglar endi, suvga mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana. Bemalol suvga solsalaring ham ishlaydi. Akalar, opalar, bu narxi Honor X9D narxi 22 ming rubl. Bu yangi kelgan telefonimiz. Buni xohlaylar osmonga otib olsalaring ham ishlayveradi. Ishlatib ko'rsating. Mana. Bemalol ishlayveradi. Kameradan chiqing. Mana. Kiring qaytib. Mana yana bitta yong'oq choqib ketay mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana. Ko'rdilaringmi? Bemalol mana ulg'ay o'sha kamerada turibdi. Akalar, opalar, buni narxi 22 ming rubl. iPhone'larimiz kelgan. Akalar, iPhone'ni qaranglar. 99 ming rubl, 17 Pro, 17 Pro Max. Ko'rib turganlaringdek 104 ming rubl hech joyda yo'q. Mana yerda 41 ming rublga ham 14 larimiz bor, 51 ming, 53 ming 900 ga ham bor. Akalar, opalar, magazinimiz Metro Tiflistonda Umidjon yangi magazin ochdi. 4-vohidadan chiqqaningizda chap qo'lda 30 metrdan keyin Umidjon nima deysiz? Nima deyman? Men ochdimmi, siz ochdingizmi formani? Qarang. Buni nima qizig'i bor? Ikkalarimizga bitta-ku. Akalar, yana bitta narsa, sizlar uchun bepul shurupayor. Mana shu shurupayorlarimiz bepul telefon olgan odamga. Xohlang 5 minglik, xohlang 3 minglik telefon oling. Mana shu magazindan qanday telefon olsangiz faqat bir kunga. Ya'niki 19-noyabr kuni Umidistona telefon magazinidan bepul shurupayor tarqatamiz. 100 kishi keladimi? 200 kishi keladimi? Akalar, opalar, bu magazinimiz Metro Tiflistondan 4-vohidadan chiqqaningizdan chap qo'lda 30 metrdan keyin instrument magazini 2-etajda joylashgan. Umidjon, yana nima yangilik? Faqat shartini ayting buni. Faqat ertaga 19-noyabr bu ochilish kuni kunimizga, birinchi kuniga yana indinga kelib menga shurpayor ber. 2 minglik shurpayortimiz demasin yana. 100 kishi, 200 kishi kelsa bu yetmaydi shurpayoringiz. Yetkazamiz. Yana olib kelib beramiz. Pastga ekkanmiz-ku, ko'karayotib chiqaramiz. 100 ta bo'lsa 100 ta. Akalar, 200 kishi kelsa ham birinchi ochilish kuniga savob ish qilaylik. Besplatni bitta shurupayor tarqatamiz. Bemalol kelishlaring mumkin. 200 kishi kelsa ham, 500 ta kelsa ham, umid minusga kirib ketsin, xalqimizga birinchi kundan foyda bo'lsin. Sizlar qo'llab-quvvatlab shu magazinni duo qilinglar. Musofirda yurgan akalarimiz duo qilinglar. Mana shu duolaring bilan mana shu magazin gullab, yashnab ketsin. Qaranglar, bu magazinda ne tolga telefon, hamma narsa bor. Hali mana qo'yishga uspet qilgani yo'q. Birinchi bo'lib hali vitrinaga qo'ymasdan video olyapmanki, sababi mani pastchiklarim qolib ketmasin besplatni narsalardan. Mana bunaqangi xohlagan narsalaring bor-da bu yerda. Qo'yishga, Shahzodaka, hali qo'yishga ham mana bir tozalab bir yig'ishtirib olishga ham to'g'risi uspet qilganimiz yo'q. Chunki bu cho'zilib ketdi, to'g'risini aytsak. Mana bularga cho'zilib ketdi demang, siz kelib qoldingiz deb. Siz kelib qoldingiz, Shahzodaka. Bo'ldi, och, mana shu chala-cho'pa bo'lsa ham och, ishni qil dedingiz, endi mana qarochi. Vaqt ketyapti. Nimagaki musofirda yurganlar buni kutaverib charchamasin, tezda harakat qilib o'zim kelib videoni ocholmaydi bu yerda. Hammasi 2,5 ming rubl so'mkalar olib kelib qo'ydik. Buni 3,5 minglik variantlari ham bor. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Mana. Men bitta chiroylisini ko'rganman. Bu mana shu qancha baqa keling. Mana shu ikkitaligi chiroylicha ekan. Bu qancha bu? 2,5 ming. 2,5 ming rubl? 2,5 ming. Komplekt. Mana busi bor ayollarimiz uchun. Bu ham 2,5 ming. Bu ham bular o'sha 3,5 ming. 3,5 ming, ha? Bular 3,5 ming, keyin o'rtacha variant bor. 3 minglik rublliklari ham bor. Mana bulardan sal kichkinaroq. Mana bu 3 ming mana. O'rtacha variantlar. Mana bu qaraymi 3 ming, ha? Ha. Mana bu 3 ming rubl. Akalar, chamadon deysizmi? Xullas. Yuring, mana bu yoqda ko'rsating. Soatmi, boshqami, balomi, battarmi? Akalar, zaryadniklarni qaranglar, arzonligini xohlagan chiqonlaring bor, soatlar. Yangi bloger bo'laman deganlarga mikrofonlarimiz bor. Mana ko'rib turibsiz, dirijatel telefon, hamma narsa, naushnik, xullas hamma narsa bor. Aka, mana nima apparatmi? Bu stiklo uradigan, plyonka uradigan va telefonni orqasiga защитный plyonka surat ham chiqaradigan apparat. Akalar, opalar, mana bu apparatimiz telefoningizni orqasiga chiqoliga rasmingizni chiqarib beradi. Mana. Mana shunday rasm chiqol ustiga xohlasangiz o'zingiz rasmingiz telefonga farqi yo'q. Mana telefon xohlasangiz futbolga hamma narsaga rasmingizni urib chiqarib yopishtirib beriladi. Agar telefonga urilsa, Shahzodaka, oldin telefonga bitta plyonka urilib, usti orada qoladi rasm. Xohlagan vaqt olsa bo'ladi. Olib tashlasa chiqol o'zi qoladi. Yo'q, telefonga ursa ham bo'ladi, kimdir qolsa. Promo telefon o'ziga. Promo telefon. Mana bunga urdirasiz, kilonka uriladi oldin, keyin rasm ustidan yana bitta kilonka, keyin bu mana tirnalib unaqa bo'lib ketadi. Qimmat narsa emasmi? Qancha buni narxi? Narxi 900 rubl. Hammasi chiqol, salafan, 3 qavat narsa. Akalar, mana yerga o'tsalaring telefonlarni turli tumani bor, mana ko'rib turibsizlar.
Samsunglar xohlagan turdagi mana bunaqangi bu Ha. Google telefonmi bu Umidjon? Google ham bor, ha. Google, Samsung, AIT, Poco, xullas Redmi hamma Ultralar ham bor Shahzodaga o'sha. qarang. 24, 25 ultra. Hozir kuryer akalar borku, taksilar. Navigator ishlamaydi Moskvada. Mana shu telefon navigatorga juda ham zo'r. Ko'p odamlar, ko'p taksichilar ishlaydi. Google Pixel 7a va buning prolari ham bor. Bu qayeri telefoni Bu bu? amerikanskiy telefon bu. Amerikanskiy. Bu Rossiyada bu nimada sotilmaydi, faqat Amerikani bozori uchun chiqqan telefon bo'ladi bu. Eshitdingizmi? Bu telefon yangi emas, bu ishni. Bu telefonlar, ya'ni yangilari ham bor, zakaz uchun olib kelib beramiz. Imенно taksichilar uchun. Samsunglarimizni ultralari kelgan mana 24, 23, 25 hamma ham bu telefonimiz va iPhone'larimiz mana bunaqangi arzon narxda bor. Bular ishlatilgan mana 41 ming rubl 14 Pro, 14 Pro 51 ming rubl, 14 Pro Max 53.900 rubl. Bular original, hammasiga javob beriladi. 1 yil garantiya. Garantiya 1 yil. 1 yil garantiya. Umidjon, Faqat tuzatib beramiz o'sha telefonni, almashtirib olib pulini qaytarmaymiz. O'sha agar nobodo, u chunki bu ishni yo'q. Keyin mana bu agar kimdir olib kelsa, iPhone'ni zo'r sostoyanida bo'lsa, bizga yoqsa, trading xizmati bor. zo'r telefon bo'lsa olamiz. O'zimiz tekshirib ko'ramiz. Rozi. O'rniga yangi berasizlar. O'rniga yangi beramiz. Pul qo'shadi, tamom. Akalar bilan agar kimgadir eski telefoni bo'lsa 14, 15, 16si bo'lsa 17 olmoqchi bo'lsa olib kelasizlar. Eskini berib o'rniga pul qo'shib yangisini olib keta olasizlar. Ya'ni trading xizmati bu magazinda mana bunaqangi powerbank kerak stiklolar eng Mana buni arzon qarang. narxda. Mana buni o'zi sotib oladi. Adashmasam 800-900 rubl. Qarang. Shunday telefonni qo'yadi-yu, shunday ustiga qo'yib ochib ko'rsatay, tushunarli bo'lsin. Shunday telefonni ustiga qo'yib, mana bu yerga shunday telefonni qo'yasiz, bu yerdan. Shunday mana buni tortib olasiz, bo'ldi, o'zikli bo'lib qoladi. O'zgilar qilib qoladi. Rovna Endi stiklar qo'yadiganlar kerak emas. Yo'q, ha. O'shalarning nonni yarim qildikmi deyman. Shularni shunga telefonni qo'yib tortib o'rsangiz bo'ldi ekan. Cho'tka o'zim shundan oz qo'yganman, ha. Umidjon, bu magazinni hozir ko'pchilik bilmasligi mumkin. Qayerda deb so'raydi. Tushuntiraylik endi bir tashqaridan ham ko'rsataylik adresini. Yuring. Akalar bilan videomizni oxirigacha ko'ringlar. Biz tashqaridan sizlarga ko'rsataylik. Metro Teplistonda 4-vohadaga kelasiz, 30 metr. Ovozim pastga tushmayaptimi? Assalomu alaykum. Aynan. Assalomu alaykum. Akalar bilan Metro Teplistonni mana 4-vohadini ko'rib turibsizlar. Mana qaranglar, 30 metrdan keyin mana shu magazin. Instrument mana yozilgan даже ustiga mana. Eshigiga salon krasota yozib qo'yibdi. Ikkinchi etajda salon krasota bilan telefon magazin joylashgan mana. Mana shu eshikdan kirasiz. Ikkinchi etajda instrument magazini ichida. Shunday. Instrument ham sotasizlarmi? Biz instrument olmaymiz, telefon olamiz ikkinchi etajga. Aka telefon olgani keldik. Telefon bormi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Durustmisiz? Aka telefonlar qancha bo'lyapti? iPhone 17 Pro Max qancha? 104 ming. 104 ming. Всего 104 ming. Bunda Pro'si bor 99 ming. 99 ming rubl. Ve 3 iPhone'lar bor. Yangi sostoyanida. 53900. 14, 13 hamma narsadan bor. Akalar bilan magazin yangi ochildi, hali nomi yo'q. Nima qo'ysak? Kommentariyaga yozinglar, nima qo'yaylik? Umid nima qo'ymoqchisiz? Usta mobil desam, siz usta mobil bo'lmaydi deyapsiz. Telefon magaziniga usta mobil bo'lmaydi. Bitta nom prидумать qilsin. Kommentariy variantlar yozsin, ko'raylik. Yoqib qolsa qo'yamiz. Ko'p nima olsa, like olsa, Ha. shu nomni qo'yamiz. Har Shu odamga priz beramiz. akalar bilan kim kommentariyaga yozsin chiroyli nom. Agar kimni kommentariyasiga eng zo'r like olsa, o'sha odamni bitta priz ham beramiz, o'sha magazinning nomini qo'yamiz. Hali magazin ochilgani yo'q, men bostirib keldim-ku, shu hisobi podpischalarim ko'rsin, mana qanday bepul narsalarni olib qolsin deb. Endi bu magazinga kelaverasizlar akalar bilan bemalol. Faqat bir kunga mana shu narsalar bepul. 19-noyabr kuniga faqat. Telefon olgan odamga. Telefon olgan odamga любой telefon bitta telefon oladi, 5 mingga oladimi, 6 mingga oladimi, qanaqa telefon olsa ham bitta shurupyor qo'shib beriladi. Ertaga 19-noyabrga. Akalar bilan bu videoni tanish bilishlaringga tashab qo'yinglar. Moskvada yurganlarga kelib bemalol olib ketishi mumkin. Eng arzon narxdagi garantiyasi bor. Umidistonni bilasizlar, 4 ta magazini bor даже. Instrument magazinlari bor. Bu sizlarni aldab, kidala qilish, unday narsa yo'q, nimaiki любой birini topa olasizlar. Metro Marinoda ham, Metro Teplistonda ham instrument magazini bor. Tagi instrument magazin. Necha yildan beri reklama qilamiz bu magazin. Pashta o'zimizniki desak ham bo'ladi-da. Nimaiki shu har kuni kelaman-da, umidda oldik-a. Akalar bilan hammalaringga kattakon rahmat. O'zlaringni ehtiyot qilinglar, kelinglar, biz sizlarga skidka qilib beraveramiz. Qaranglar magazinimizni. Xudo xolasa 4-5 kun ichida mana yerga sim karta, Beeline, MTS sim karta и мой dokument
biometriya go'suslik qilib berasizlar. Ha, qilib beramiz. Hamma narsa bo'ladi, xudo xolasa, hali uspitqiga yo'q. Xudo xolasa. Biletim, Aviabilet ham ochasiz? Avo tomonga aviakassa qo'yamiz. Ko'rdilaringmi, Moskvada musofirlar uchun hamma narsa mana shu yerda bo'ladi. Tagi instrument, usti telefon, chikol, bilet, xullas hamma narsa, go'suslik, sim karta, hamma narsa bitta joydan to'g'rilib keladi. Перевод pasport ham qilinglar. Nasib. Notarius variantlar bo'lsa, uni ham ko'ramiz. Kommentariyaga yozinglar, agar shu narsa ko'proq kerak desalaring, notarius olib kelib, перевод pasport ham shu yerga joylaymiz. Sog' bo'linglar.